Shuning uchun biz bolalarni Allohning omonati-da bu. Bolalar Allohning omonati. Biz faqat bachadan orqali bu, потому что Alloh tug'olmaydi-ku. Yo tug'oladimi? Tug'olmaydi-ku. Qanchalik buyuk bo'lmasin, u tug'olmaydi. U uchun bandasini yaratdi. Ya'ni ayol kishini yaratdi-da. Biz unga kerak farzandni biz olib kelib beramiz mana shu dunyoga. Biz o'rtadagi posrednikmiz. Mana shu narsaga ahamiyat bering-da. Men shuni eshitganimda bor-ku, вообще shu ko'chib qolganman. Oldinlari shu 3 ta farzandimni ham meniki men tuqqanman deb o'ylardim-da. Yo'q, оказывается, Alloh tug'olmas ekan-ku. Unda o'ylab qarasangiz bor-ku, u tug'olmaydi-ku, qanchalik buyuk bo'lmasin. Uni marketing shunaqa. Bandasini yaratgan, ayol kishini yaratgan, biz uni bandasini olib kelib beramiz. Uni bandasini olib kelib beramiz. O'sha olib kelib bergan bandamizning o'zining missiyasi bor. Bu dunyoga nima uchun kelgan u? Misol uchun kimdir doktor bo'lish kerak, kimdir qo'shiqchi bo'lish kerak, kimdir arxitektor bo'lish kerak, kimdir shoir bo'lish kerak. O'sha o'zining missiyasi bilan keladi. Bizning eng katta xatoligimiz ota-onaning xatoligi. Men shu kichkina paytimda doktor bo'lmoqchi edim. Shu meni ota-onam meni o'qitolmagan, o'zim niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa agar qiz erga tegib tug'sam, qizimni doktor qilaman deysiz. Egoizm, mana shu egoizm. Qizingiz balkim bir qo'shiqchi bo'lmoqchidir. O'zbekistonning bir sportsmeni bo'lmoqchidir. U sportga qiziqadigan bir odamdir balkim. Siz o'zingizni maqsadingizni o'ylab mana shu joyda uni doktor qilasiz. Yoki men o'qituvchi bo'lolmaganman, vaqtida rosta pedinstga qiziqqandim. Mana shu qizimni pedinstga kirgizib o'qituvchi qilaman deymiz. Buni hammasini tagida nima turibdi? Bizning bilimsizligimiz turibdi. Biz farzandlarimizda haqqimiz yo'q. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Bu qonun shunaqa ekan. Biz haqqimiz yo'q ekan. Biz na o'zimiz yashamaymiz, na ularni yashatmaymiz. Qancha oilalar bunda kuzatingda, просто meni yomon ko'rmalaring qizlar, hatto menga pofik.